Assalomu alaykum, akvariumist kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videorolikimiz akvariumga kerakli sharoitlarni ko'rib chiqamiz. Bizga nima kerak? Birinchi ochlikda akvarium va yaxshi narsalar va oxirgi brendlarni men sizlarga bugun obzor davomida, video davomida kichik obzorcha va reklamacha qilib o'taman. Shuning uchun kanalimda yangilar like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Va har galgidek qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysanglar, video chiqarganimda har galgidek birinchilardan bo'lib sizlar ko'rib borasizlar. Tak, ortiqcha videoni cho'zib o'tirmaymiz. Videoni tezda obzorini qilib o'tamiz va tezda kerakli narsalarni men sizlarga ko'rsataman, chunki hozir vaqtimiz sal kamroq bo'lganligi uchun, shuning uchun tezda shoshilinch bo'lganligi uchun men sizlarga tezroq obzorni qilib o'taman. Hop, birinchi navbatda misol uchun deylik, akvarium kerak bo'ladi. Razmerini farqi yo'q. 30 ga 40 mi, 40 ga 30 mi, 50 mi, 55 litrmi farqi yo'q. Uni obyomi yokida uni diametrini qizig'i yo'q. Uzunligi, bo'yi qizig'i yo'q. Akvarium olasizlar. O'zlaringiz ko'zlaringizga moslab, misol uchun 55 litr olishi mumkin. 54 litr yoki 20 litrliklari bor. O'sha aytganimdek, o'zlaringni ko'zlaringizga moslab chiroyli akvarium tanlaysizlar. Shuning uchun o'sha maxsus o'zini sotuv joylariga borsanglar, o'zlarini sotuvchilar o'zlari sizlarga tavsiya qilib o'tadilar. Hop, videoni ortiqcha cho'zib o'tirmadik. Birinchi navbatda bizga akvarium kerak bo'ladi va akvariumda toza suv bilan to'ldirib olamiz va uni sirazi baliqlar tashlash mumkin, to'g'ri kelmaydi. Bu xato. Misol uchun zomagazindagilar sirazi tashlang desa, sirazi tashlamang. Chunki men shu narsani boshida baliq boqayotganimda shu narsaga o'sha naqangi bo'ldim, guvohi bo'ldim. Chunki baliqlar suvda sirazi chiqishib ketmaydi. Chunki o'sha o'zini suvdagi bakteriyalar hali unchalik rivojlanmagan. Yokida o'sha o'zini kerakli gellari yokida nimalarini qo'shsanglar, ximikatlarni qo'shsanglar, kerakli bakteriyalar shakllanish mumkin. Shunda ham 50 ga 90 deyiladi. Yokida unaqangi narsalarga boshlaringni olib o'tirmasanglar, suvda 3 kun, 4 kunlab yokida 1 oylab to'ldirib qo'yinglar. To'ldirib qo'yib, misol uchun deylik, 1 oy turgandan so'ng, 1 oydan keyin uni og'zini bekitib qo'ygansiz, suv oboroti yo'q. Siz oborot qilishni bilmagansiz. Chunki suvni sirkulyatsiyasi bo'lmaganligi uchun suv bitta joyda turib qoladi. Chunki bakteriyalar uncha rivojlanmaydi. 50 ga 21,5% rivojlanadi. O'shanda ham to'liq baliq tashlash kerak degani emas. Bu kerakli bakteriyalar nima uchun kerak? Chunki suvdagi bakteriyalar baliqda yashash sharoitini, o'sha suvga moslashib olishligini ta'minlab beradi. Siz o'ylayapsiz hozir misol uchun bakteriya nimaga kerak? Misol uchun bakteriya bu suvning ichidagi bakteriya emas, u baliqqa kerakli ozuqali bakteriyalar. Shu suvda hamma narsa topiladi degan narsalar u zomagazindalik ko'p sizlarni aldaydi. Shuning uchun men aytyapman, misol uchun o'zlaringizni ko'zlaringizga moslab akvarium olasizlar. Uni 3 kunlab yoki 4 kunlab to'ldiringlar. 3 kun yetadi o'zog'i, 3 kun. Keyin nima kerak bizga? Shlen, ya'ni rezinovoy turba. Ya'ni rezinovoy turba deganimiz mana shlen hisoblanadi. Ya'ni bizning tilda sizlar misol uchun hamma viloyatdan har xil aytishi mumkin. Qaysidir viloyat buni turba desa, buni bunaqangi deydi, bunisi bunaqangi deydi. Biz xullas bizda boshqacha shlen deyiladi. Shlen hisoblanganligi uchun shlenlarimiz hozir zomagazinda har xil razmerlari bor, mana bunaqangi turlari bor. Bu besvet rangi bor. Bu svetli rangi bo'lsa, bu svet rangi. Kompressorimiz 6 xil yoki 4 xil brendlar asosida ishlangan kompressor, mini kompressor bo'lganligi uchun ortiqcha zarar yo'q. Bu narsa 220 ga ishlaydigan, to'liq ziyoni tegishi mumkin. Misol uchun u ham odamlarga bir donasi ishlab tursa, menda hozir hammasi ishlayapti.
bitta 220, to'rtta nechidir ham 220 bor. Shuning uchun mana bu narsa 12 voltga ishlaydi mana. O'sha zaryadnikka ulangan blok pitaniyadagi zaryadnik va ikkalasi qo'shib yonyapti. Va led chirog'i va kompressor. Bu uchoviga xalaqit bermaydi, bir-birini tanishmaydi. Hop. Kompressorimizga keladigan bo'lsak, Sebo kompaniyasiga tegishli Hyovet degan kompressor hisoblanadi. Bu kompressorimiz yaxshi kompressor bo'lganligi uchun men misol uchun Seboni tanlayman ko'proq, chunki Seboda yaxshi kompressorlar ko'proq chiqib boradi. Shuning uchun hamma narsam meniki Sebo. Boshqa brendlar chempion brendlar tanlayman. Misol uchun ikki xil brend asosida ishlab chiqarilgan narsa bor. Biri yaxshi, biri yomon degan narsa bor. Lekin bu sotuv narsasida u narsa yo'q aslida. Ular bu narsani sotadi. Lekin bitta bezopasniy tarafi bor. Bunga ham 24 soat ishlab turganligi uchun bunga ham oz miqdorda ovqat berayotganlaringda o'chirib dam beringlar. Chunki bezopasniy bu ishlab tursa 24 soat ishlab tursa bu ham qizib ketib kuyadi. Ortiqcha muammo chiqarmaydi, lekin ehtiyot qilib ishlatsanglar ancha foydasi tegadi. Shuning uchun videoni ortiqcha cho'zilmasligi uchun tezroq obzorni qilib o'tamiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladi bir donagina tosh. Bu toshimiz hozirda kompressorimizga ozgina og'irlik qilyapti, shuning uchun darillab ishlayapti. Agar bundan o'rtacharoq toshimiz bo'lsa, hozir toshimiz qixillari ancha teshiklari to'lib qolganligi uchun kompressorimizga ortiqcha nagruzka, jichcha nagruzka tushyapti, lekin uncha zarar yo'q. Xo'p, bu hozir bu akvariumdagi narsani, bu yerdagi narsalarni men sizlarga aytib o'taman. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda ya'ni o'sha akvariumdagi haroratni ko'rsatadigan datchik, oynakka yopishtirilgan datchik hisoblanadi. Bu sensor emas. Bu elektron ambas. Bu shunchaki oynadagi harorat bilan bir xil daraja va xonadagi haroratni ko'rsatib beradi xolos. Va akvariumdagi suvni barqaror ishlayaptimi yoki ishlamayaptimi shu narsani ko'rsatadi. Agar misol uchun suvingiz qaynoq bo'lsa 28 yoki 30 gradusga chiqadi. Mana bu yerlari mana shu qora dumaloq chiziqchalari sal oqarib qoladi. Ko'karib qolgani u tushayotganligidan dalolat. O'zi olsanglar o'sha akvariumga joylashtirganligingda mana misol uchun deylik, hozir ozgina qorong'i bo'lganligi uchun ko'rinmasligi uchun, ko'rinmayotgan bo'lsa, men hozir mana lampochkani yoqaman. Mana svetimizni yoqib oldik. Mana kim agar ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu ko'karib qolgan joyi bu tushayotganlik, ya'ni 24 dan 26 gradusdan 24 ga tushyapti degan ogohlantiruv bo'ladi. Shuning uchun suv barqaror ishlayapti degan. Hozirda suvda ozgina mikroblar va kerakli to'liq mikrob rivojlangan. Bu yerga baliq qo'yib olsangiz bo'ladi degan. Xo'p, bizda ikki xili bor. Misol uchun shishaligi bor, akvariumga yopishtiradigan kursi bor. 3 xil. Mana bu ham 3-xili. Bu ikkovi bir xil narsa. Dumaloq bilan bu ikkovi akvariumga bir xil yopishadi. Xohlasangiz buni oling, xohlasangiz buni oling. O'zingiz kursingizga boshlab sotib olishingiz mumkin. Xo'p, yana bitta ozginagina obzorchamiz va oxirgi chiqqan chempion kompressorimiz. Xullas, menda ishlayapti hozir bu. Shuning uchun chempion, nimaga nomi chempion? Chunki bu ligrovkasi bor. Ligrovka bo'lganligi uchun baland past qilsa bo'ladi. Mana hozir misol uchun
0,1 oxirgisi 0,1 hisoblanadi. Shuning uchun akvariumda kuchaytirsangiz bo'ladi. Mana eng kuchligi mana hozir o'zlaring guvohi bo'lasizlar. Birda o'chiramiz. Ikkini o'chirdik. Mana ko'ryapsizmi kuchini? Chempionniki oxirgida turibdi va oxirgida tepadagini ham o'chirsak, kranimiz, hozir buni ham tushuntirib o'tiraman, nimaga kerakligini. Mana chempionimiz oxirgi kuchi va oxirgi signalda turibdi, chunki tez ishlab ketib qizishi mumkin va ortiqcha kuchlanganda bu birdaniga past holatdan birdaniga tepaga ko'targanda ortiqcha rezinkalari ishqalanib kuymaydi-yu, lekin qizib ketib ortiqcha muammo chiqarishligi xavfi bor. Mana ko'rib turganingizdek, hozir mana eng oxirgidagi nimasi kuchi bu. Shuni pastlasam, mana hozir buni men polni ko'targanim yo'q. Polni ko'tarsam mana hozir bu oxirgi signalda turibdi. Oxirgi signalda ham eng past оборотda ishlayapti degani. Agar birdaniga buni ham qo'shsam, mana birda qo'shib yubordik. Mana bu yerda ozgina nima bo'lib qoldi. Tepadagini ozgina qo'shib olamiz. Xullas, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar. Videoda cho'zib o'tirmaymiz ortiqcha. Yana bitta ozgina kichik reklama qilamiz. Va bu narsaga hali yetib borishlaringga ancha bor, lekin akvariumda yana ham yetuk bo'lib borganingizda albatta shu narsani ishlatishni boshlaysiz. Chunki suvingizni ifloslanishi nimada ham bo'ladi. Chunki mana bu narsa yo'q. Gubka bu musordagi changlarni tortib oladi. Tagida musor turibdi, lekin nimaga ular tortib, bu narsa aldayapti bu narsa deysiz. To'g'ri, aldashi mumkin men sizga. Siz bu narsaga ishonmasligingiz mumkin, lekin akvariumingiz albatta qorayganda yoki sarg'ayganda mana bu narsadan foydalanasiz. Va kichik o'sha katta narsaga, katta akvariumga o'tib borganingizdan keyin bu narsani tagiga yetishni boshlaysiz. Keyin albatta meni gapimni to'g'ri deb bilasiz. Bizga 724 ishlab turishligi uchun nima kerak? Mana nima kerak. Pompa Sebo kompaniyasiga tegishli mini tozalagich, ya'ni filtr. Bu filtrimiz nechiga ishlaydi bu? 310 tezlik оборотida 310 aylantirib berish оборотida ishlaydi. Ortiqcha kuch yo'q. Eng kuchlisini korobkasi yo'q bo'lib ketgan. Masalada Amazonda qaytdim men. Eng kuchlisini ozgina nima bo'ldi? Ozgina texnik nosozlik bo'ldi. Shuning uchun men uzr so'rayman. Mana Sebo kompaniyasiga tegishli 440 tezlatkichi. Bu ham kompressor hisoblanadi. Bu ham o'sha nima hisoblanadi? Qanaqangi chalkashib ketdim. Filtrimiz hisoblanadi. Mendagi ancha eski korobkasi yo'q bo'lib ketgan, chunki korobkasiga suv tushib, xuddi sizlarga o'xshab birinchi qiziqayotganimda korobkasi kerak emas deb o'ylardim. Endi bu narsalarda foydasi tegyapti deb o'ylayman.
Chunki qaysi narsani bilib olishlikni va qaysi narsani tavsiya qilib o'tayotgan bo'lsam, o'sha narsani olsanglar, albatta yutaverasizlar. Hop, ortiqcha pul sarf qilmaysizlar. Bu narsa 40 ming so'mdan boshlanadi. Yana bitta tarafi va oxirgi seboni, oxirgi kompressori hozir ko'rsatib o'tdim. Mana 220 to'liq. 220 to'liq. Bu kompressorimiz to'liq ikkitagina 2 donagina nimani ko'tarib beradi, akvariumni ko'tarib beradi. Shuning uchun men aytayotgan narsalar olsanglar albatta yutaverasizlar. Hop, tozalagich parashoklarimizni ikki xil ko'rinishga ega. Birinchisi bu bo'lsa, bu ikkinchisi. Bu ikkovi bir xil narsa deb o'ylashingiz mumkin, lekin buni farqi bilan buni farqi boshqacha umuman. Bu sal vaqtiga qaraganda sal kechroq tozalaydi. Misol uchun deylik, 100 litrli akvariumga bitta qo'shsangiz, erta 2,5 soat, 3,5 soat davomida tozalashni boshlaydi va ortiqcha narsalarni qoldirmaydi bu. Lekin bu 100 litrga bu ham bitta bo'lsa, misol uchun 100 likni 2 ga bo'lib ishlatasizlar. Misol uchun mendagi 65 lik bo'lsa, 65 likka men kichkina qoshiqchada 2 marta tashiyman. Ya'ni 4 marta tashlaganimda, ya'ni tozalatgichimizni o'chirib qo'yaman 5 minutga. 5 minut ichida 2 marta suvdagi infeksiyalar o'ldirib chiqadi. Xo'sh, mana topdim. Bu ham Sebo kompaniyasiga tegishli. Yubka hozirgi narxlarini tushuntirib o'tdim, nimaga ishlaydi. Bu chunki bu narsani olsa xohlaylar, bu narsani olinglar, xohlaylar bu narsani olinglar. Ikkovi bir xil narsa deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu qilgan ishni mana bu qilmaydi. Lekin bu qilgan ishni mana bu qilmaydi. Bu ortiqcha mamlaqangi qixillarni oladi, ana bu yerdagi mayda toshlarni terib olib ketadi. Bu changni oladi xolos. Changni oladi, halit qolib ketadi. Ko'ryapsiz, akvarium toza turibdi. Yana bitta qulay tarafi, qishda suv muzlaydi. Qishda suv muzlaydi. Nima qilamiz? Tagiga o't qo'yamizmi? Yo'q, tagiga o't qo'ymaysizlar. Mana nima qilishing kerak. Bu ham ishlaganligi uchun bu ham yaxshi brendda, ya'ni bu ham Sebo'ning oxirgi varianti. Bundan olishlarini tavsiya qilmayman, chunki tez buziluvchi va tez tinchuvchi nimasi hisoblanadi, elektr isitgichi hisoblanadi, ya'ni pechka. Bizga nima kerak? Bizga mana kerak. Mana uni o'rnini bosuvchi Sebo kompaniyasiga tegishli 100 lik isitgichimiz, 100 voltlik. Ya'ni bu degani 2 martalab 26 gradusga qo'ysangiz, 26 gradusda 26 normalniy turadi. Ortiqcha harakat qilmaysiz, chunki bu narsa o'ta anaqangi bo'lganligi uchun hozir nima desam ekan, o'ta xavfli narsa bo'lganligi uchun tok urmaydi. Bu narsani lekin men boshida akvarium boqayotganimda boshida rosa kuydirdim, sindirdim, o'chirmay qo'ydim, o'chirolmay qoldim. Lekin qizib ketib kuydi, uzildi, sindi. Ko'proq shishasi ketadi bu narsani. Shisha hisoblanganligi uchun hozir mendagi hamma pechkalar turibdi. Shuning uchun men aytayotgan narsalarni olaveringlar. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosing, video cho'zilib ketdi to'g'risi. Video yoqqan bo'lsa videoni yo'qotmaslik uchun sahrin qo'ying, do'stlaringizga jo'nating, do'stlaringiz ba'li boqayotgan bo'lsa, bu narsa haqida batafsil ma'lumot olishsin, nima kerakli va qaysi narsani olsam, qaysiga javob berishligini
bilib olsin. Bunaqangi объемga chiqib borishlik hammaga ham nasib qilsin va o'zingizga kerakli jihozlar bilan ta'minlash ham o'zingizni qo'lingizda. Uni ha deb pulga sotib ola olmaysiz. Men misol uchun degan bo'lganida boshida mana raza pulga oldim. Mana shu ham pulga kelgan, mana shular ham pulga kelgan, hamma mana shu hamma ko'rayotgan narsalar pulga kelgan. Faqat o'zimdan nima ketdi? O'zimdangina eski podstavkalarimiz chotki chiroyli turibdi, lekin ozgina 1-2 marta ishlagan. Lekin xudo xolasa inshaalloh hali hammasi oldinda, bularga hali chiroyli anaqangilar qilib boramiz. Buni ham video davomida qo'yib boraman. Hali объемga chiqqanimiz yo'q. Объемga chiqsak yangi baliqlar va akvariumimiz bo'shaganligi uchun bu yerdagi skalaliyalar ertamatan ozgina ehtiyotsizligim sababli tagidagi ifloslarni tozalayman deb ota-onasi yeb qo'ydi. Keyin qolganlari unaqa bo'ldi. Xullas o'lib ketdi. Yana ikra beradi. Ikrani keyingi videoda lechinkalarda ochirishlikda va necha gradusda javob berishda, necha gradusda signal berishligini men sizlarga tushuntirib o'taman. Sizlar bilan Muhammadjon akvariumist bo'ldi. Yana misol uchun kimda qanaqangi savol bo'lsa, bemalol menga yozinglar. Men harakat etay, sizlar uchun harakatdaman. Agar kanalimda yangilar, обязательно kanalimni kuzatishda davom etinglar. Kanalimda yangilar like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Bugungi obzorimiz ozgina cho'zilib ketdi. O'zi qisqaroq qilib tushuntirmoqchi edim, lekin ozgina shunaqangi bo'ldi. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying va meni yo'qotmaslik uchun saqlanib tugmasini bosib qo'ying va boshqa do'stlaringizga ham jo'natib boring. Sizlar bilan Muhammadjon akvariumist bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.